odamga shuncha dori yozasanmi, shuncha, ha? Birinchi o'rinda o'zingizni bosib oling. O'zi shunaqa asabiylashganingizdan kasal bo'lgansiz. Agar soppa-sog' bo'lganingizda, kerak bo'lsa 10 yillab ham bizani oldimizga kelmagan bo'lardingiz. Biz sizni chuqur tekshiruvlardan o'tkazganimiz uchun shunaqa xulosa beryapmiz. 60 yil dori ichmagan odamga shuni tiqishtirsa, boy bo'lib qolasanmi? Aka, Siz bu dorilarni mendan emas, dorixonalardan sotib olasiz. 60 yil dori ichmaganingizga keladigan bo'lsak, shuncha yil sizga chidab kelgan organizmingizga rahmat ayting. yoz, mayli. Shuncha ham yozasanmi? Ha? Men bunga pulni qattiq olamanman, ha? Farzandingizni uylash uchun pul topdingiz. Yangi mashina, yangi uy joyingizni ta'mirlash uchun pul topdingiz. Sog'lig'ingiz shu ahvolga kelgunicha to'g'ri ovqatlanishingiz, zararli ovqatlardan voz kechishingiz, sport bilan shug'ullanishingiz kerak edi. Maslahatim, hech bo'lmasa bundan buyog'iga sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Ya, bo'rakanu. Shunaqa tushuntirsa, shuni oldin aytmaysanmi? Baraka topgan. Sizlar ham xafa bo'lmanglar. Asabiylashdim. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, ko'rsatuvimizning doimiy ekspertlari. Yuqoridagi videoda ma'lum bo'ldiki, ozgina bo'lsa-da Nozimaxon bugungi mavzu haqida teletomoshabinlarimiz ma'lumotga ega bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz elektron retsept aholining salomatligini saqlashda zamonaviy yondashuv. Assalomu alaykum. An'anaviy qog'ozdagi retseptlarni raqamli shaklga o'tkazish resurslarni tejaydimi? Shifokorlar, dorixonalar va bemorlar o'rtasida samarali aloqani yo'lga qo'yadimi? Bugun ekspertlardan ana shu savollarga javob olamiz. Endi mana sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish yo'nalishida juda katta ishlar ketyapti. Mana elektron retsept bu o'sha rivojlangan davlatlarda ancha qo'llanib kelinyapti, ancha tajriba orttirildi. Bu bizda ham mana Yunusobod tumani misolida bu yo'lga qo'yildi sinov tariqasida. Masalan, o'sha 60 ming aholiga xizmat qilayotgan poliklinika misolida bu haqida ham yuqorida lavhamiz bor. Nodir aka, elektron retsept nima? U qanday ishlaydi? Demak, elektron retseptni o'ziga to'xtalib o'tsak, bu ta'rif bersak elektron retseptga, demak, shifokor tomonidan farmatsevtik ma'lumotga ega mutaxassisga dori vositalarini yo'naltirish ko'rsatma bilan tasdiqlash. Bu demak, dori vositani oddiy qilib aytganda shifokor tomonidan dori vositalari to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib berish va tasdiqlash bu elektron retsept. Barcha jarayonlarni shuni elektron shaklda amalga oshirilishi elektron retsept deyiladi. Bu tizimda shifokorlar va dorixonalar o'rtasida ham hamkorlik yo'lga qo'yiladimi yoki qandaydir boshqacha usul qo'llaniladimi? Shunga ham oydinlik kiritsangiz. Yagona tizim orqali amalga oshiriladi. Bu tizim orqali yagona tibbiyot axborot tizimi amalga oshiriladi. Bunda ham tibbiyot muassasasida ishlayotgan shifokor, ham demak dorixonada ishlayotgan ma'lumotga ega mutaxassis uzviy bog'lanishadi. Nodir aka, mana o'sha poliklinikaga, o'sha hududda yashayotgan aholi boradi-da, tekshiruvdan o'tadi, uni tibbiy kartasi o'sha poliklinikada. O'sha bitta odam misolida bizga tizimni tushuntirib bering. Demak, mana o'zim oddiy shaxs sifatida tushuntiradigan bo'lsam, 38-oilaviy poliklinikada ro'yxatda turaman Toshkent shaharida. Demak, 38-oilaviy poliklinikaga borib, shifokoriga Chilonzor tumani. Chilonzor tumanidagi 38-oilaviy poliklinikaga borib, shifokorga uchrayman. Shifokor davolash standartlari va klinik protokollar bor. O'shalarga asosan tekshiruvlarni amalga oshiradi va elektron ko'rinishda demak retseptni tayinlashni amalga oshiradi. Elektron retseptni demak QR kod bilan tasdiqlab, termoprinterdan qo'limga chek beradi. Tibbiy ko'rikdan o'tiladi ungacha, to'g'rimi? Xuddi shunday, bosqichma-bosqich, demak, tor mutaxassislarga yo'naltirishi mumkin, agar chuqurlashtirilgan ko'rikdan ham o'tkazishi mumkin. Va yakunida bizaga xulosaga asosan, demak, elektron ko'rinishda rasmiylashtirilgan QR kodga shu joyda jaydarlikni tushuntirib ketay. Mana xalq tilida, meniki bizni juda ko'p sodda xalqimiz ko'radi. Retseptni biz oldin bilamiz, boyagi aynan ko'rsatuvda ko'rsatilgandek, ayrim holatlarda vrachlarimiz yozuvlariga tushunmagan holatda qog'ozda bo'lardi. Boyagi aytgandek, haqiqatdan ham bu qatorma-qator bir kerak emas dorilar yozilgan holat bo'lardi. Eng birinchi navbatda o'sha elektron retsept aynan shu narsani oldini oladi. Kerak emas bo'lmagan dori darmonni yozilishini oldini oladi. Keyingisi
eng muhim jihati shundan iboratki, bu elektron darhol bazaga kiritilgandan keyin barcha dorixonalarga ketadi. Shundaymi? Bu narsa nimani oldini oladi? Bu narsa nimani oldini oladi? Boyaga aytgandek, sen nima dorixona bilan, aptekachi bilan munosabating Kelish qilyapsanmi degan. qilyapsanmi degan narsani oldini. Bu boyaga o'sha yerda aytgandek. Yana o'sha dori darmon sotayotgan tadbirkorlarimiz bor. Sog'lom raqobatni yuzaga keltiradi u. Qolaversa, boyaga aytgandek, har xil o'sha sifatsiz dori darmonlarni oldini olish. Mana oddiy bir aytganda davlat rahbari tomonidan alohida e'tiroz bildirildiki, saraton kasalligi bo'yicha o'sha dori darmonlarni 10 barobar qimmatga sotib olayotgan O'zining holatlari. tan narxidan. O'zini tan narxidan yoki bo'lmasa har xil o'yinlar deb gapirdi. Mana shu har xil o'yinlarni oldini olish uchun elektron retsept o'ta muhim, o'ta kerakli, o'ta dolzarb masalani hal qiluvchi Misol uchun hisoblanadi. oddiy fuqaroda ana shu tizimni tushunib olish uchun yoki o'zi ishlatish uchun elektron qurilmasida aytaylik telefonidami yoki bir noutbukdami qandaydir dastur bo'lishi kerakmi, yuklangan bo'lishi kerakmi? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Demak, fuqarolarda Dimet Mobile degan mobil ilovasi bor. O'zini telefoniga o'rnatib oladi. Juda oddiy face kontroldan, avtorizatsiyadan o'tiladi va o'ziga yozilgan barcha retseptlar va uni kim yozganligi ma'lumotlari hammasi saqlangan holatda bo'ladi. Nodir aka, fikringizni davom ettirasiz. Demet loyihasi bo'yicha bizda qisqagina bir lavhamiz bor. Maylimi, shuni ko'raylik, keyin fikrimizni, munosabatimizni davom ettiramiz. Mana Demet dasturi tizimga kiritildi, to'g'rimi? Buni aholiga qanday qulayliklari bor? Aholiga juda ham qulayliklari yaxshi. Bizni patronaj hamshiramiz Demet ilovasini telefonimizga o'rnatib berishgan. Bunda hamma narsani ko'rsangiz bo'ladi. Bu elektronniy tibbiy karta aholi uchun. Bunda MedID bo'ladi. MedID bo'yicha kirasiz. Shunda antropometriyani ko'rish mumkin, elektronniy retseptlar bo'lishi mumkin. Lekin uyda turib shifokor qabuliga yozilasiz. Juda ham yaxshi, ham vaqtingizni tejaydi. Lekin qog'oz ko'tarib yurmaysiz. Bunda analiz topshirsangiz avtomatik keladi sizga. Qaysi vrachni qabuliga borganingizda bemalol telefoningizda Demet o'sha programmasini ochib, analiz javoblarini ko'rsatishingiz mumkin. Laboratoriyani o'rni qanday elektron retsept tizimini yo'lga qo'yilishida? Bu elektron retsept tizimi bo'yicha laboratoriyani o'rni juda katta. Bemorlarimizni terapevt weblarimiz orqali elektronniy tarzda laboratoriyaga yo'naltiriladi. Keyin bu elektron tizim orqali biz ulardan qon namunalarini olib, tahlil analizlari qilinadi. Tahlillar tayyor bo'lgandan keyin javoblari to'g'ridan to'g'ri tizimga kiritiladi, Demet programmasiga. Bemorga va shifokorga darhol analiz javoblari ko'riladi. Aholini fikrini eshitdik. Marhamat, to'ldiradigan fikringiz bo'lsa davom eting. Eng asosiyisini tushuntirmoqchi edim. Demak, retsept tayinlash shifokor tomonidan amalga oshiriladi. Bu shifokor qarorga asosan, demak 570-son Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yildagi 415-son qaroriga asosan ushbu qaror demak tartibni tasdiqlab berdi. Hozirgi qoidaga muvofiq retseptlar qo'lda yozib beriladi. Bu jarayon bu qaror bilan boshlab, demak 10-dekabrdan boshlab Toshkent shahrida demak elektron retsept tizimi joriy etiladi va 15 ta sinov, tajriba sinov bo'layotgan hududlarimiz bor. Misol uchun Buxoroda G'ijduvon tumani, Samarqandda Samarqand shahar, Ishtixon, Bulung'ur tumanlari. Xuddi shunaqa 15 ta tumanda ham elektron retsept 10-dekabrdan 2025-yildan boshlab tizim joriy etiladi. Qarang, yana bir savolda ushbu tizim orqali dorilarni noqonuniy sotish yoki soxta dori vositalarining oldini olish mumkinmi? Juda o'rinli savol, juda o'rinli savol. Bu tizimda faqat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan dori vositalari ishlaydi, sotiladi, realizatsiya qilinadi. Demak, o'sha qo'lbola laboratoriya uskunalari orqali ishlab kelinayotgan dori vositalari ham o'sha dorixonaning rastalarida joylashgan bo'lsa ham, lekin uni tizim orqali realizatsiya bo'lgandan keyin u ma'lum bo'lib qoladi. U ma'lum bo'lib qoladi, sotilmaydi. Sotilmaydi. Chunki boyagi shifokor o'sha noqonuniy yo'llar bilan kirgan dorini yozib bermaydi-da. Shifokorimizga ham muhim vazifalar va mas'uliyati belgilab qo'yilgan. Shifokorimiz faqat dori vositasini xalqaro patentlanmagan nomi bo'yicha yozadi. Bu nima degani? Demak, Eronni yoki Hindistonni yoki Turkiyani aynan mana shu dori vositasini iste'mol qiling degan ko'rsatma bera olmaydi. Demak, bir xil
dori vositani sostav deydi, tarkibi bir xil bo'ladi, nomi turlicha bo'ladi. Xuddi shunaqa. Tiqli savol bermoqchiman-da. Men dorixonaga kirsam, shifokor yozib bergan retsept asosida aytaylik, antibiotik vositasining narxi balandini menga yozib bersa, bir men emas, menimcha Ilhom aka, siz ham boshqa fuqarolar ham farmatsevtdan mana shu dorining analogi bormi, ya'ni arzonroq varianti bormi deb so'raydi. O'rnini bosuvchi antibiotik bormi, tarkibi bir xil bo'lgan deb so'raydi. Ba'zi farmatsevtlar ha deb javob beradi, taklif qiladi. Ba'zilar esa yo'q deydi va shu qimmat dorini sotish paydi bo'ladi. Bu tizim orqali ana shu dori vositalarining analogini, ya'ni o'rnini bosuvchisini topsa bo'ladimi? Taklif etiladi mana shu farmatsevtimiz bor, marhamat, javob bering. Hozir elektron retsept tizimi joriy etilgandan keyin shifokor tomonidan dorilarni xalqaro patentlanmagan nomi asosida dori vositalari yozib beriladi. Bunda bemor dorixonaga borganda o'sha QR kod o'zining cheki orqali murojaat qiladi yoki o'zining shaxsiy identifikatsiya raqami orqali murojaat qiladi va shifokor tomonidan unga qanday dori vositasi buyurilganini, masalan aytaylik, antibiotik dori vositasi buyurildi. Dorixonada o'sha tarkibi bir xil bo'lgan dorilar tavsiya etiladi, shundaymi? Xalqaro patentlanmagan nomidagi dori vositasini bir necha turi programmada chiqib keladi, tizimda. Masalan, siz xohlang O'zbekistonni dori vositasini, xohlang boshqa firmani dori vositalarini sotib olishingiz mumkin. Narx-navosini o'zi tanlab oladi. Narxini o'zingiz tanlash huquqiga egasiz. Qaysi mamlakatda ishlab chiqarilgan dori vositasini sotib olishga huquqingiz ham bor. Katta rahmat. Shoiraxon, mana Yunusobod tumani misolida o'sha sinov tariqasida yo'lga qo'yildi dedik-ku. Bugungi kunda Yunusobodda yashaydiganlar ko'pchilik bundan xabari bor, foydalanib kelyapti, to'g'rimi? Marhamat. Albatta, Toshkent shahrida Yunusobod tumani namuna tariqasida aynan shu elektron retseptni joriy qilish bo'yicha tanlab olindi. Bu yerda tumanda 179 ta xususiy dorixona jalb qilingan bo'lib, barcha xususiy dorixonaga ularda Fon, Oson degan anaqa platformalari bor, o'sha tizimlariga Dimet programmasi ulandi, ya'ni integratsiya yo'lga qo'yildi. Bu asosida barcha oilaviy poliklinika va xususiy klinikalar ham tumandagi faqat tumandagi xususiy klinikalar ham ana shu Dimet tizimiga ulanib, bu nimani beradi bizga? Har bitta fuqaroni murojaatiga ko'ra dori vositasini shifokor tomonidan yozilishiga, boya yuqorida aytib o'tilgan xalqaro patentlanmagan nomi bilan bemor uni xohlagan narxdagi dori vositasi sotib olishga va eng asosiysi hech kim aytmayapti, har bitta dorixonadagi dorilarni tartibini, logistikasi paydo bo'ladi. Demak, to'liq Yunusobodda hozir o'tildi, to'g'rimi? Yunusobodda bu ishga amalga oshirilmoqda. Barcha xususiy klinikalar ham, xususiy dorixonalar ham va davlat muassasalari ham, respublika bo'ladimi, shahar muassasalarimi, tuman muassasalarimi ushbu elektron retsept tizimi orqali ishlamoqda. Ya'ni dori vositalarining logistikasi deganingizda yetmayotgan dorilar olib kirinadi, ya'ni ko'p turdagi dorilar bo'lsa, ular sotiladi, shunday demoqchisiz? Mana aynan shu hozir platformaga, Dimet platformasiga kirib ko'rganimizda rahbar sifatida bugungi kungacha aynan shu elektron retsept orqali top 10 talik eng ko'p sotiladigan dori vositalarini ham ko'rish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bu o'z-o'zidan hozirgi kunda xususiy dorixonada qaysi dorilarga ehtiyoj ko'proq, qaysi dorilar ko'p sotilyapti va qaysi dorilar yoshma-yosh jinsiga qarab ajratilib berilmoqda. Mana shu fikringizdan keyin bizda bitta lavha bor. Navbatni beraylik, maylimi? Keyin muhokamamizni davom ettiramiz. Marhamat. Sizga berilgan retsept qog'ozda berildimi yoki elektron shakldami? Menga hozir elektron shaklda retsept berildi. Ikkala retseptim ham elektron shaklda. Qulaymi bu? Men uchun qulay. Masalan, qog'ozimni yo'qotib yurmayman. Borganimda kompyuterdan chiqib turadi, aptekalardan ham bemalol ola olaman. Sizga berilgan retsept qog'ozda berildimi yoki elektron shakldami oxirgi marta? Qog'ozda. Elektron retsept haqida eshitganman, lekin hali bizning poliklinikada qo'llanilganini ko'rmadim. Yozma retsept oldim, hozir ham kirib chiqdim. Qaysi poliklinikaga borasiz? Shu 12-poliklinikaga. Elektron retsept haqida eshitganmisiz? Elektron retsept yo'q hali. Sizga berilgan retsept qog'ozda berildimi yoki elektron shakldami? Yo'q, qog'ozga yozib beradi hammasi. Qog'ozda hech elektron shaklda qanaqa yozib berish? Telefonimga tushib beradimi uni, bilmasam. Aksariyat fuqarolar hali bexabar va aynan bizning maqsadimiz. Bunda qanday fikr bor bu bo'yicha? Ijobiy taraflarni gapirdik. Endi hozirgina mana lavhadan bitta narsani ko'ramizki, bu masalada biz elektron retsept to'g'risida 2019-yil, mana 6 yil muqaddam, sentyabr, 6-sentyabrda menimcha qaror qabul qilingan. Ya'ni dori vositalarini aynan o'sha
retsept masalasi o'sha paytdan ko'ta dori vositalar noqonuniy sotishni oldini olish masalasida qaror qabul qilingan. Shu joyda ham elektron retsept to'g'risida gapirilgan. U qarorga ko'ra o'sha 2021-yilni fevral oyidan boshlab Toshkent shahrida 2022-yilni O'zbekistonning boshqa barcha hududlarida o'sha elektron retsept ishlash masalasi ko'tarilgan. Hattoki o'sha elektron retsept bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish masalasi ham ko'tarilgan. Mana undan keyin 23-yilda qaror qabul qilinyapti. Hozir mana 25-yilda ham qaror mavjud. Vazirlar Mahkamasining qarori hali kuchga kirmagan, nizom mavjud. Endi savol tug'iladi-da, qarayib 6 yil oldin bu masalada ko'tarilgan edi masala. Ya'ni o'sha 2021-yilda Toshkent shahrida, 2022-yil boshqa hududlarda. Mahzun aka tushundi, kim javob beradi bu savolga? Nima uchun? Cho'zildi. Tizimga tayyor bo'ladigan bo'lsak, yoki biz shu retseptni boshqa rivojlangan davlat, Turkiyada dedik, Estoniyada dedik, shulardan amaliyotni o'rgangan bo'lsak, biz tayyor bo'ladigan bo'lsak, 6 yil muqaddam ko'tarilgan narsaga endigina biz munosabat bildiryapmiz. Marhamat. Albatta bu 6 yil oldin ko'tarilgan, bu demak qarorlarda qayd etib kelingan, bu dastlab buni elektron retseptni joriy etish uchun amalga oshiriladigan tashkiliy texnik tadbirlar bo'lishi kerak bo'lgan. Birinchisi xorij, demak, tajribasini o'rganish bo'lgan. Ikkinchi masala infratuzilma, o'shanga javob berish kerak edi. Bizda infrastrukturamiz, infratuzilma, demak bu infratuzilma degani nima degani? Demak poliklinikamiz, o'sha bizning shifoxonalarimizda ishlayotgan xodimlarimizni hammasida kompyuter texnikasi, internet va ularni qo'shimcha devayslari bor, o'shalar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak edi va ishlangan yagona tizim bo'lishi kerak edi. Sog'liqni saqlashda yagona tizim qilish uchun mana bu pastdagi fundamentimizni qilib olishimiz kerak. Demak, Nodir aka bu bosqichga keldik-a bizga. Mana hozir endi keldik. Demak, biz bugun joriy qilsak, ayni damdamiz. Hududlarga ham joriy qilinadi. Shoiraxon, yuqoridagi lavhaga munosabatingiz bo'lsa, marhamat. Munosabat bildirsam, 2025-yil 7-may kuni Prezidentimiz tomonidan kengaytirilgan tibbiyot sohasiga yig'ilishda bu aynan shu topshiriq berilgan, Yunusobod tumani tajriba sinov tariqasida tanlab olinishi. Agar biz 7-maydan keyin ushbu tadbirlarni boshlagan bo'lsak, asosiy elektron retsept xususiy dorixonalardan ulanish bilan, xususiy klinikalardan ulanishi bilan va albatta tibbiy xodimlarni o'qitishi bilan biz iyul oyida bu anaqa tayyor bo'ldi bu tizimga. Va iyul oyidan poliklinikalar, Yunusobod tumani va iyul oyidan boshlab har bitta patronaj hamshirasi o'zini hududidagi 2000 ga yaqin aholi, ya'ni bitta brigada 2000 ta aholiga xizmat ko'rsatsa, 2000 ga yaqin aholini uyali aloqasiga, telefoniga platformasini yuklab berishdi. Lekin aksariy holatlarda hali ham aholimiz ushbu Dimet platformasida ishlashi yoki bo'lmasam kompyuter savodxonligi pastligida platforma haqida eshitmaganlar ham bor. Eshitmaganlar ham bor. Biz buni hozir ko'rgazmali joylarda QR kodlarini ko'rib, e'lonlarni osib qo'yganmiz. Har bitta aholiga QR kod berilgan. Yunusobod bo'yicha kiritmoqchi. E'tiroz bildirgan joyim mayli, tizim masalasini nariga suramiz. Boyagi o'sha 2019-yildagi qarori bitta elementar joy bor. Hozir mana o'sha retsept to'g'risida, elektron retsept to'g'risida hech kimning xabari yo'qligi. O'sha joyda aytilyaptiki, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi axborot ommaviy vositalaridan, internet vositalaridan foydalangan holda targ'ibot ishlarini amalga oshirish masalasi bundan 6 yil oldin qo'yilgan. Mayli tizimni tushunmasin, nahotki 6 yil ichida targ'ibot masalalari yo'q, hattoki o'sha aholini shuni xabardor qilish masalasida. Mana bitta shu savol shunga yo'nalyapti. Biza ikki tarafini ko'rishimiz kerak. Elektron retsept yozishimiz uchun fuqaro bitta shifoxonaga va dorixonaga borganda yagona bazada ma'lumotlar shakllanishi kerak edi. Oldinlari bizda 50 dan ortiq axborot tizimlari shakllangan bo'lib, bitta fuqaroga bitta medaydi bo'lmagan. Ya'ni mana tug'ilganida PNFL beriladi, PNFLga o'xshagan medaydi shakllanmagandi. Hozir biz shu bosqichga yetib keldik. Prezidentimizning 415-sonli qarorlaridan keyin Dimet platformasini yaratib, biz 20 dan ortiq modullarni o'zimizda qamrab oldik. Ya'ni elektron poliklinika, elektron shifoxona, elektron retsept, laboratoriya va shunga o'xshagan boshqa tibbiy jarayonlarni biz raqamlashtirib, yagona platformada shakllantirdik. Bu birinchi texnik tarafi deb oladigan bo'lsak, ikkinchi tarafdan biza huquqiy oqibatlari, ya'ni to'g'ri 6 yil oldin elektron retsept tizimini joriy qilish belgilangandi. Biza infratuzilmamiz yetarli emasdi. Keyin biza axborot tizim bo'yicha yagona bazaga shakllantirmadik.
uni tartibi yo'q edi. Demak, hozir aytmoqchisizki, har bir fuqaroda, respublikamizga har bir fuqaroda o'zining shaxsiy raqami bor, shundaymi? Ma'lumot 23-yildagi, demak, 1-yanvar holatiga ma'lumotni keltirib o'taman. 1-yanvar holatida 30% bizada kompyuter texnikasi yoki boshqa qurilmalar bilan ta'minlangan edi. 30% shifokorlarimiz. Hozirgi kunda necha foiz? 100%? Hozirgi kunda 75% ga yetkazdik. Nima uchun 100% ga yetkazilmadi mana shu 6 yil ichida? Shuning uchun, mana hozir tushuntirmoqchiman, bu katta mablag'ni talab qiladi va infrastrukturani u uchun qurib bo'lish kerak. Texnikani olib kelib qo'ygan bilan ishlatmasa, foydalanmasa, u ham turadi. Shuning uchun to'xtayapsiz. Mablag'ga 2023-yilda qaysidir bank bilan eslolmayman, yaxshigina pul ajratilgan. Davlat to'lab berish masalasi, o'sha nima deydi, foizlarni davlat majburiyatini bo'yniga olgan. Mana shu pulga taqilgan paytingizda. Ruxsat bersangizda, shu to'g'ri savolni qo'ydingiz. Oldin nimaga 35% edi, hozir nimaga 100% ga yetmadi, 75% ga yetdi. Chunki juda ham katta muddat bor. Eskirish bor. 35%liklar hozir bugungi kunga kelgandan keyin eskirganning hisobiga biz uni o'rniga yana boshqadan infratuzilmani shakllantirdik. Bundan tashqari, huquqiy oqibatlarida qo'shimcha qilsam, hozir bizlar elektron retseptni to'liq infrastrukturasi qurilgan va ta'minoti 100% bo'lgan hududlarda jarayonni boshlaymiz. Nodir aka, rahmat. 10-dekabrda Demak, Toshkent shahar demak va 15 ta tuman. Yuqorida ham aytdingiz bu gapni, mana endi 1 minut agar ruxsat bersangiz. Va respublika miqyosida 1 yil ichida to'liq qamrab oladimi respublika miqyosida? Xuddi shunday 26-yil yakunigacha elektron retseptni ham to'liq yakunlashimiz kerak. Nodir aka, va ta'minotni ham to'liq Nodir aka, bitta masala borda, mana elektron retsept orqali sog'lig'imizni nazorati yo'lga qo'yilgani bu yaxshi. Bu erkinlikka putur yetkazmasmikin deb savol beruvchilar ham borda. Ya'ni mana bazaga hamma ma'lumotimiz kiryapti. Ya'ni kasallik tarixiningiz aks etadi u yerda. Ha, bu kishiga beraylik, marhamat. Kiberxavfsizlik tekshiruvdan to'liq o'tgan hozirgi yagona platforma. Shu bilan birgalikda Uzunfakomda USSOK bo'lim yaratilgan. U yoqda kiberxavfsizlik bo'yicha to'liq monitoring qilib boriladi. O'sha hujumlardan сразу предотвратить qiladi. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni fuqaroning shaxsiy inson salomatligiga oid tibbiy ma'lumotlar saqlanishi to'liq ta'minlangan raqamli hukumat markazi bor. Ularni, demak, davlat ma'lumotlarni qayta ishlash markazi bor, data center deydi. U yoqqa joylashtirganmiz. Aytaylik, hakerlar hujumiga uchrashsa kim javobgar? Mana shunday holatda qanday bir choralar ko'rilishi rejalashtirilgan va bunda kim mas'ul hisoblanadi? Shunga qo'shimcha shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risida qonun bor. U maxfiy saqlanadi, u oshkor qilinish kerak emas. Ayniqsa o'sha shaxsni qaysidir kasallik bilan, ma'lum bir kasalliklarimiz bor, uni oshkor qilib bo'lmaydigan kasalliklar bor, maxfiy saqlanadi degan. Masala shu narsada ketyaptiki, qanday xavfsizlik choralari ko'rilganki, bu narsa oshkor bo'lib ketmaslikka uni huquqi buzilmaydi. Kim kafolat beradi? USSOK bo'limi bor. Shu sistemani kiberxavfsizlik bo'yicha shug'ullanadigan o'sha предотвратить qiladi, o'sha. Ya'ni oldini oladi. Oldini oladi. Qo'shimcha shaxsga doir ma'lumotlarni tizimni o'zida agar o'sha shaxsga doir qanaqadir qonun bilan chegaralangan ma'lumot bo'lsa, u tizimda shunaqa funksiya bor, u yopiq turadi. Yopiq holatda saqlanadi. Demak, siz aytmoqchisizki, 100% biz kafolat beramiz, ma'lumotlar hech qayerga oshkor etilmaydi va fuqaroning shaxsi ham nima edi, anonim saqlanadi, shundaymi? Xuddi shunday. Raqamli texnologiyalar vazirligi buni bizga kafolat. Endi bundayda masalan hamma ham o'zini kasalligini oshkor aytishga iymanadi, tortinadi. Shu nuqtai nazardan bu savolni beryapmiz. Maqsadimiz bu tizimni o'sha joriy qilinishi hammamiz uchun yaxshi. Lekin siz hozir aytyapsizki, o'sha iymanadi deyapsiz, lekin ba'zida buni noto'g'ri yo'lda qo'llaydigan shaxslar ham bor. Aytaylik, o'sha kiber jinoyatchilar bor, biror bir g'araz maqsadda foydalangan, juda ham to'g'ri. Ularga qanday chora qo'llaniladi? Prezidentimiz 415-sonli qarori bilan tizim operatori qilib, yagona operatori qilib Uzinfacom belgilab berildi. Oldin yuqorida aytib o'tganimizdek 50 dan ortiq axborot tizimlari xususiy sektorda va xorijiy korxonalarda ham bo'lgan. Hozir u axborot xavfsizligini saqlash imkoni yo'q edi. Hozirgi kunda endi yagona integrator, yagona operator belgilangandan keyin biz ularga axborot xavfsizligi bo'yicha siyosatini belgilab berdik. Ya'ni bitta shifokor boshqa bir o'ziga tegishli bo'lmagan bemorga даже ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati yo'q. Navruzbek aka, rahmat. Mana elektron tizim haqida gapiryapmiz. Hamma ma'lumot bazada saqlanadi, yig'iladi. Mana shunday holatda farmatsevtika kompaniyalari, o'sha dorixonalarning ma'lumotlarga kirishi, ularni tahlil qilish, hatto dori narxini,
qaysi dorilarga ko'proq e'tibor bo'lyapti, ehtiyoj ortib boryapti. Mana shu ma'lumotlar elektron retsept tizimi bozor va iste'molchini boshqarish uchun yangi vosita bo'lib qolmaydimi? Yo'q, sababi yuqorida aytib o'tib ketdilar hamkasblarimiz. Xalqaro patentlanmagan nomi asosida elektron retsept tayinlanadi va ixtiyoriy o'sha xalqaro patentlanmagan nomiga mos savdo nomlari orqali shu dorilarni tanlash hozir mana bular shoir opa aytdilarki, top 10 talik e'lon qilindi, ya'ni eng ko'p talabgir dorilar ro'yxati aytildi. Bu tizim qay darajada shaffof, unga qay darajada ishonishimiz kerak? Bu aynan shu demet tizimida elektron tizim bo'lganligi uchun bu aynan elektron retsept orqali sotib olingan, ya'ni QR kod orqali xarid qilingan Yunusoboddagi aholi xarid qilgan dori vositalari top 10 taligi. Aynan o'zingizning tumaningiz misolida. Aynan bizning tuman misolida. Mana masalan eng ko'p berilayotgan afsus, ming afsus antibiotik. Ya'ni mikroblarga qarshi antibakterial terapiyaga ishlatilgan dori vositalari. Bunda yana qon silturuvchi vositalar ko'p ishlatiladi. Aytaylik, analgetiklar, antigistamin vositalar. Xo'p, ularning ro'yxati, mana shular dorilarning ro'yxati shaffofligiga kim kafolat beradi? Balki ular inson omili bilan yaratilgandir. Ya'ni texnik omili bilan uni yaratish imkoniyatiga emas. Hozir bular yana ta'kidlab o'tgandek, bu yerda hech qanaqa dori nomi yozilmaydi. Patentlanmagan dori vositani ta'sir etuvchi moddasi yoziladi. Ya'ni mana masalan, men bemor sifatida oilaviy shifokorga keldim. Shifokorim menga antibiotik yozdi. Masalan, azitromitsin qatoridagi. Azitromitsin bu dori vositasini ta'sir etuvchi dori moddasi. Lekin azitromitsin QR kodiga yozdirib, men aptekaga kelgandan keyin xususiy dorixona skaner qilgandan keyin uni fon yoki oson programmasida integratsiya qilingan, unda ko'rinadi. Biz bu savolni berganimiz aholi yaxshiroq tushunishi uchun bu savolni beryapmiz. Mana bizga murojaat bo'lganda tibbiyot muassasalari va dorixonalar integratsiyasi bilan bog'liq masalada. Shu mavzuda murojaat bor. Assalomu alaykum. Men Toshkentdanman. 2 nafar farzandim bor. Hozir elektron retsept menga juda qulay bo'lyapti. Shifokor qabulidan keyin telefonimga SMS keladi, dorixona xodimlari retsept raqami bilan dori berishadi. Navbat kutmasdan ilgarigidek qog'ozni yo'qotib qo'ydim demasdan ishimiz tez bityapti. Lekin ba'zi dorixonalar elektron tizimga ulanmagan. Tizim ishlamayapti deyishadi. Tizim qulay, ammo hamma dorixona va tibbiyot muassasasi bunga tayyor bo'lmagani sababli bu qulaylik muammo bo'lib qolmaydimi? Vazirlar Mahkamasining 570-sonli qarori 8-sentyabr kuni qabul qilindi. Bu qarorga asosan 2025-yilning 10-dekabridan boshlab Toshkent shahrida hamda tajriba sinov namuna sifatida ajratilgan 15 ta hududda amalga oshiriladi. 2026-yilning yakuniga qadar esa respublikaning barcha hududlari qamrab olinadi va ushbu elektron tizim joriy etiladi. Bu degani hali vaqt bor. Hozir namuna tajriba sifatida faqat Yunusobod tumanida bu tizimni joriy etish amalga oshirildi va ushbu elektron retsept tizimi shu Yunusobod tumanida ishlamoqda. Qarang, yana bir savol. Ilhom aka, bir tanishim 3 shoxli nerv tizimi shamollagandan aziyat chekadi va o'sha tanishim dori vositalarini, ya'ni psixotrop dori vositalarini shundoq ham retsept asosida xarid qilardilar. Mana shunday maxsus psixotrop vositalarni, dori vositalarini xarid qilish ham mumkinmi, demak, tizim orqali? Ruxsat bersangizlar, o'sha 570-sonli qarorda keltirib o'tilgan 2027-yil 1-yanvardan boshlab o'sha psixotrop kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga taklif, ya'ni qaror loyiha kiritishimiz kerak. Hozirgi kunda bu faqat retsept bilan beriladigan dorilar nazarda tutilyapti. Kuchli psixotrop moddalar. Ya'ni demak, o'sha tanishim aynan eski usulda qog'ozda yozilgan retsept asosida nevropatolog yoki neyroxirurgning tavsiyasi bo'yicha o'sha qog'ozni olaveradi. Shunday raqamlashtirilgan maxsus blankalar bo'ladi. Bu retseptlar bu retseptlar seyfda saqlanadi. Har bitta davolash profilaktika muassasasida seyfda saqlanadigan, bosh hamshira tomonidan, bosh shifokor tomonidan tasdiqlab beriladigan va bu o'sha davlat tasarrufidagi dorixonalarda sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishi. Endi shunday bir holat borki, o'zini o'zi davolash holatlari bor. Qarang, agar mana shu tizimga kiritish rejada bormi? Mana shunday psixotrop vositalarni ham tizimga kiritish rejada bormi? 1-yanvarda. Elektron retseptni ishlashi, umuman ba'zan ishlashi internetga bog'liqda. Hammamizga ma'lum, internet ba'zan ishlashi, boy integratsiya masalan hammasi internet bilan. Hozirgi kunda internetni masalan yaxshi ishlamasligi ertaga ba'zan ishlashiga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Yoki umumiy qandaydir uzilishlarga olib keladi. U iloji yo'q, hamma elektronlashtirilgan, raqamlashtirilgan barcha sohada bor. Ovozli audio murojaatimizni eshitaylik, keyin davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Men xususiy dorixona egasiman. Elektron retsept yaxshi tashabbus, lekin bu biz uchun ham xarajat. Yangi kompyuterlar, internet o'qitilgan mutaxassislar kerak. Tizimda nosozlik bo'lsa, dori bera olmaymiz. Mijoz norozi bo'ladi. Ko'plab kichik dorixonalar bunga tayyor emas. Bu yirik tarmoqlargagina qulay bo'lib qoladi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimidagi tengsizlikni keltirib chiqarmaydimi? Kichik dorixonani faoliyatiga mana shu elektron retseptni joriy qilinishi qo'shimcha mablag' talab etadi. Qanaqa bir chora ko'rsa, yechim qilsak bo'ladi, deyapti. O'zi har bir dorixonani litsenziya olishidan oldin talabi bor-da. Mana bir tanishim yaqinda litsenziya oldi. Uni generatori bo'lishi kerak, kompyuteri bo'lishi kerak, interneti bo'lishi kerak, konditsioneri, maxsus isitish tizimi. U kichkina kattalik farqi yo'q. Kichkina kattaligini farqi yo'q. U litsenziya olishidan oldin interneti ham bo'lishi kerak. Kompyuter uni elektron retseptga hech qanaqa aloqasi yo'q. U undan oldin o'zi talabda bor narsa, talabda bor. Lekin muammo yaratyapti-da. Muammo yaratyapti. Nega muammo yaratyapti? Bu boshqa tadbirkorlar o'rtasida sun'iy ravishda qaysidir raqobat yoki nimasini hisobiga? Mana bu aytyapti. Nimani hisobiga? U majbur. Mablag' hisobiga. Unda kompyuter bo'lishi shart. Siz aytayotgan kompyuterni, siz aytayotgan generatorni, boshqa narsalarni bo'lishi shart. Boshqa narsalarni siz aytyapsiz, обязательно shart u bo'lishi. Elektron retsept bo'lmasa ham. Lekin unda bo'lmasa, bu elektron faoliyatga unda bo'lmasa faoliyat olib bora olmaydi. Shu uchun ham aytilyapti. Biza bilan emas. Bu boshqa umuman faoliyat olib borish huquqiga ega emas. Aynan. Shu uchun ham aytilyapti. Bu tadbirkorni sun'iy ravishda noto'g'ri fikr bu. Faoliyatiga to'siq qo'ymaydimi degan fikrdan chalg'ib qoldik. Elektron retsept tizimi ishga tushadimi, tushmaydimi? U tadbirkor shu talablarni bajarish kerak. Yo, tushunarli. Mablag' bu qaror bilan oxirigacha yakunlanadi. Bu qaror bilan tadbirkorga nimadir qayta mablag' sarf qilishi yoki xarajat qilishi vositalar bo'lmasa, unga litsenziya berilmaydi. Hech qanaqa faoliyat yurita olmaydi. Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 29-ilovasida dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish uchun litsenziya talab va shartlari keltirilgan. Litsenziya talab va shartlaridan biri etib, unda nazorat kassa mashinalari, elektronika vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Bu degani, agar dorixonachi bu narsa bilan dorixonani ta'minlay olmasa, bu dorixonada shu faoliyat yuritishi majburiy emas. U mablag'i bormi, shu faoliyatni boshlayapti va shu faoliyat bilan shug'ullanmoqchi. Masalan, biz ham advokatimiz, buni retseptga nima aloqasi bor deyishlar mumkin. Men shu bugungi temani ko'rib o'xshatdim-da, bizda ham order degan narsa bor. Biz ham orderni o'sha elektron tartibda olamiz. Integratsiya qilishimizning asosiy maqsadi o'sha elektron raqamlashtirishdir. Biz o'tirgan kabinetimizdan turib, huquqni himoya qiluvchi barcha idoraga o'tirgan joyda o'sha orderimizni jo'natish imkoniyatini yaratish, boshqa ma'lumotlarni olish masalasi edi. Bizga imkon yaratish, davlat rahbari tomonidan imkoniyat yaratish. Mana hozirgi kunda biz baribir eski holatdamiz. Orderni elektron yaratamiz. Lekin qaysidir idoraga, ichki ishlargami, xavfsizlikgami yoki sudgami uni elektron jo'nata olmaymiz. Nimaiki integratsiyamiz yo'q. Biz uni hali eski usulda qo'l bilan olib boramiz. Vazirliklar integratsiya qilinmagan. Yo'q. Mana shu uchun aytaman. Siz aytayapsizki, biz tayyormiz, deyapsiz. Mana ko'rsatuvdan ko'rinib turibdiki, bu yerda hali o'sha aptekalarning o'zi tayyor emas. Qanday qilib bu borada, mana shuni bizni advokaturadagi kamchiliklarda takrorlanmaydi deb kim kafolat beradi? Marhamat. Elektron retsept bu boya aytganimdek ma'lumotlar almashinuvi hammasi demak bir-biriga uzviy bog'langan bo'lishi kerak. Bu demak dorixona bo'ladimi, xususiy klinika bo'ladimi yo davlat tibbiyot muassasasi bo'ladimi? Demak, xususiy agar dorixonaga bordingiz, internet bilan bog'liq masala bo'lsa, internet bilan bog'liq muammo bo'lsa, demak uni litsenziya shartnomasida keltirib o'tilgan. Internet, kompyuter texnikasi bilan ta'minlash va mana shu qaror bilan, demak 570-son qaror bilan elektron retsept tizimidan foydalanishi majburiy ekanligi qayd etilgan. Demak, imkoniyat bo'lmasa-chi? Mana aytayapti, imkoniyat bo'lmasa-chi o'sha narsa. Xo'p, balki mana IT bu narsa boshqa xodimiga bir savol. Qarang, balki mana shu tizimni offline qilib yaratish mumkindir. Ya'ni internetga bog'liq bo'lmagan holda bir marta, yagona marta shu tizimni yuklab oldik telefonimizga, bo'ldi. Internet yo'q joyda ham uni ishlatsak bo'lar balki. Mana shu tizimni joriy qilish mumkinmi? Hozir 1-noyabrgacha reglament ishlab chiqilyapti. Shunaqa holatlar bo'yicha, ya'ni internet yoki svet o'chib qolish, shunga o'xshagan holatlarda
tizimda qanaqa ishlatsa bo'ladi, qanaqa u bilan foydalansa bo'ladi. Lekin tizim ishlab turgan payt agar qanaqadir nosozlik yoki tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, tizimni o'zida ham bemorlar mobilniy приложениесida ham kontaktni nomeri bor, kontaktni sentri nomeri 71 202 50 00 va Telegram bot. Uni bossa avtomatik Telegram botga o'tadi. Yo'da bizda 24/7 ishlaydigan xodimlar bor yordam berishadi. Demak, yechim qilsa bo'ladimi? Xuddi shunaqa. 25-yilda turibmiz. Internet bilan bog'liq masala hammamiz kun hayotimizda telefonimiz internet ishlamay qolsa, unaqa holat bo'lgani ham emas. Chekka hududlarda chekka hududda ham, chekka hudud, aynan chekka hududlarni ham biz o'rganib chiqqanmiz. Raqam texnologiya vazirligi bilan biz ishlaganmiz bu narsani. Qamrov hududigacha o'rganganmiz. Bitta narsani e'tiborga olaylikda, kasal bilan murojaat qiladigan aholini soni yoshlar emas asosan. Yoshi katta, yoshi ulug' insonlar. Mayli 40 dan yuqori. Hozirgi 50, 60 yoshga to'lgan insonlarimiz hammasi ham internetdan yoki zamonaviy texnologiyadan xabardor emas-ku. Bu narsa sizlarga muammo keltirmaydi. bo'ladi bu jarayonda. Hurmatli advokat, bitta narsada siz yoshingiz nechida? Meni yoshim 50 da. 50 da. Hozir siz misol qilib keltirdingiz, 50 yoshli odam foydalana olmaydi. Telefoningizda Payme ilovasidan foydalanasiz. Yo'q, men foydalanishim mumkin. Hammani o'zingiz bilan taqqoslamang. Lekin bular davlat bu chekka qishloqlarimiz bor. 60 yoshli odam ham Payme'dan foydalanyapti. O'ziga kerak bo'lgani uchun. Hamma emasda, hamma emas. Buni biz 100% suhbatdoshimizni men tushundim. Qarang, agar siz umuman bilmaydigan yoshi ulug'larimiz bo'lsa, demak qo'liga elektron retsept QR kod chiqarilgan qog'oz beriladi. Qog'oz. Bu qog'ozda demak hamma narsa yozilgan. Qog'oz varianti beriladi. Qog'oz varianti beriladi. Bu qog'oz variantni aptekaga shunday olib borsa, dorixonada buni dorixonada o'zi tanib, nima dori bo'lsa taklifini beradi. O'rnini bosadi o'sha. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Endi qarang, fuqarolarda tanlash huquqi bor yoki bor ekan tanlash huquqi bor. Elektron retsept deyapmizda, bizda ko'p uchraydida o'zini o'zi davolash, o'zi bilganicha dori sotib olish va u har xil holat bo'lishi mumkin. Yana bilasizmi, eng achinarlisi dori-darmonlarni pala-partish qabul qilish. Ko'p fuqarolar oxirigacha yetkazmaydi o'sha davo choralarini. Mana shu tizim orqali aholining dori-darmonlarga bo'lgan e'tiborini va ularni noto'g'ri qabul qilish xavfini kamaytirish mumkinmi? Qanday kamaytirish mumkin mana shu tizim orqali? Joriy qilingandan keyin Agar ruxsat bersangiz, tizimda shifokor retsept yozib berayotganda retseptda o'sha nepatentovanniy naymani bilan beradi retseptni, qo'shimcha u yoqda qaysi kun, necha kun mobaynida, qaysi vaqtda qabul qilinishi yozib beriladi. O'sha elektron telefonga kelgan retseptida ham, приложениyaning ichida u yoqda ham ko'rinadi qaysi vaqt qabul qilish kerakligi. Qo'shimcha o'sha qo'liga berilgan qog'ozda ham agar talon bo'lsa, talonda ham yozilgan bo'ladi. Shu kun soat shunaqa payt ichish qabul qilish kerak. Endi rahmat. Marhamat. biz rahbar sifatida shifokorlarimiz afsuski bugungi kungacha dori vositalar siz aytgandek pala-partish yozishi, polipragmaziya deydi, ya'ni dori vosita ortiqcha yozishga yo'l qo'yishardi. Bu o'sha yashirincha firmalar bilan bir hamkorlikni olib borish, ularda bir iqtisodiy manfaat bo'lgan. Lekin bugungi kunda agar xuddi shu elektron retsept joriy qilinsa, shifokorlarimiz o'sha javobgar, chunki ularni yozgan retsepti elektron, uni ambulator kartasida muhrlanib qoladi. Shoiraxon, mana hozir bir minut Shoiraxon, mana siz aytyapsizki, shifokor bilan dorixonalar o'rtasidagi munosabat bugun ham davom etyapti-da. To'g'rimi? Mana tanish dorixonaga jo'natish, o'zi mana shu doridan olib keling deb talab qo'yib, qimmat bo'lsa-da mana shundan olib kelsangiz, sizni dardingizga shifo bo'ladi degan holatlar bugun ham davom etyapti. Elektron retsept qanday buni oldini olishi mumkin? Baribir shifokor yozib beryapti, yana o'sha dorixonaga borilyapti. Yunusobod bo'yicha bitta fikrimni misolda keltirib o'tmoqchi edim. Bir chorakda 86 mingta retsept yozilgan Yunusobod, demak ko'p tarmoqli markaziy poliklinika. Qachon bo'lgan? Bu demak yanvar, fevral, mart oylari shu yilning boshida. Demak bizlar retsept tizimini yo'lga qo'ydik. Elektron retsept tizimini yo'lga qo'yganimizda maydan boshladik. Demak iyun, iyul, avgust oylari davomida, iyul, avgust oylarida demak 40 mingtagacha tushib ketdi. Demak shuncha qisqardi. Elektron retseptni yo'lga qo'yilganligi. Yo'lga qo'yilganligi. Bu nimani boisi bu? Demak shifokorlar ham yozayotganda endi o'ylab yozishadi. Demak tekshiruvdan o'tmagan назначенияni demak ko'rsatmani Nodir aka, nazoratini kim qiladi? Mana shifokor yozib beryapti, shifokor yozib beryapti. Kim qiladi nazorat? Javobgarlik masalasi qanday nazorat? Mahdin aka, nazoratini so'raylik, keyin javobgarlikka o'tamiz. Marhamat. Nazoratini qanday? O'sha elektron retseptdan foydalanish tartibi tasdiqlandi. Mana 570-sonli qarorimiz bilan
o'sha nazorati tibbiyot muassasalarida elektron retseptdan foydalanish Sog'liqni saqlash vazirligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Yo, qanday amalga oshiriladi? Dorixonalarda Qanday mexanizm orqali? Dorixonalarda farmatsevtika xavfsizligi markazi orqali elektron poliklinika, elektron shifoxona, elektron tibbiy karta va elektron retsept. Bu 4 ta modulimiz bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ya'ni poliklinikada shifokor belgilangan klinik protokol va standartlar asosida belgilangan dorini xalqaro patentlanmagan nomini belgilaydi. Ya'ni masalan ko'z kasalligi bo'ladigan bo'lsa, o'shanga mos HPN deydi. O'shani belgilash mumkin. 5 tagacha ro'yxatda yoza olish mumkin. Endi o'sha undan tashqarisini belgilay olmaydi. Undan ortiqchasi. O'shandan tashqari nazorati avtomatik 5 tadan ziyod belgilamoqchi bo'lsa, qo'shimcha asoslash kerak-da, asoslash kerak. Yo, men so'raganim, nazorati qanday bo'ladi? Nazorati tizimni o'zi atkaz qiladi, qabul qilmaydi. Tizim orqali ushbu dori vositalarini elektron retsept nafaqat dori vositalarini qancha to'pon-tagiga tekshirish, balki shifokorlar tomonidan qaysi tashxisga nima dori yozilgan faqat tizim orqali rahbarlar nazorat qiladi. Mana bitta narsaga to'xtab o'taylik. Oldin, avval hozirgi holat bo'yicha qanaqa kelganmiz? Bir xil sostavda, bir xil tarkibdagi dorini 1-2-3 marta yozsa ham bo'lardi qo'lda. Buni hech qachon imzolamagan. Qo'lingizga bergan retseptda tagida imzosi bo'lardi. Bo'lganda ham endi e'tibor bering. E'tibor bering. Elektron retseptda dasturda bir xil demak doza bir xil sostavdagi tarkibdagi dori vositani 2 marta yozish mumkin emas. Mumkin emas. Ya'ni tizim avtomatik ravishda ehtiyoj bo'lsa-chi unga? Ehtiyoj bo'lsa-chi? Yo'q, qanday bitta sostavga. Yo'q, analog tibbiy karta deyaptilar. Ha, bir paytda o'zida deyapti. Mana elektron tibbiy kartadan kelib chiqib tashxis qo'yildi. Dori darmon belgilanyapti. Demoqchilarki, o'sha ikkalasi bir-birini uzviy bog'lab atkaz qilishi mumkin deyapti. Lekin xatolik yuz berishi mumkin. Deylik, o'sha lozim bo'lmagan dori vositasi yozildi. Elektron buni atkaz qilmadi yoki tashxis noto'g'ri qo'yildi, buni atkaz qilmadi. O'sha holat bo'lishi mumkin, tabiiy holat, hamma xatolik yo'q qo'yadi. Ana endi bu yerda kelib chiqadigan javobgarlik masalasini nazarda tutadigan bo'lsak, qanday yo'lda aniqlanadi bu holat? Bu birinchidan. Qanday javobgarlik nazarda tutyapti? O'sha tibbiy kartani yuritgan, o'sha elektron tibbiy kartani yuritgan va elektron boyagi retseptni yaratgan insonlarning o'sha qo'ygan xatoliklari yoki sovuqqonligini qanday nazorat qilinadi deganda qanday aniqlaysizlar va qanday javobgarlik ularni zimmasida turibdi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, qonunda yoki ya'ni o'sha dori vositasi bemorga aks ta'sir qilsa demoqchisiz. Tibbiyot faoliyatida o'sha noto'g'ri harakatlar bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi tegishli moddalari bo'yicha amaldagi tartibda amalga oshiriladi, lekin ularni masalan bizada tuzilma bor, ichki nazorat inspeksiyamiz. Ichki nazorat inspeksiyamiz oldinlari borib, o'sha holatlarni ko'rib, o'rganib, jurnallardan, blankalardan axtarardi, ko'rardi, topardi yo topmasdi. Hozir tizimdan avtomatik chiqib keladi, o'shanga mos amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik kodeksida yana bir misolni aytib o'taman. Bizning Sog'liqni saqlash vazirligida vaziyatlarni tahlil qilish markazi tashkil etildi, raqamli sog'liqni saqlash markazi tashkil etildi. Bu nimani beradi? Xuddi hozir suhbat hamkasbim aytib o'tgandek, demak kunlik retsepti yozilishi va uni nazorati va qaysi dorilarga bo'layotgan ehtiyoj, qaysi hududlarda retsept yozilishi yo yozilmasligi, realizatsiyasigacha bo'lgan holatlar hammasi tahlil qilib boriladi mutaxassislar tomonidan va o'sha hududga tushiriladi. Demak, agar bu kengligi va hajmligi kattaligi bo'lsa, ishchi guruh tashkil etilib xizmat tekshiruvlari. Marhamat, sizni fikringiz. Poliklinika misolida oladigan bo'lsa, elektron retsept endi har bitta shifokor, kechirasiz, 7 yil institutda o'qib, o'zini diplomi bor. Har bitta yozgan dorisi uchun o'zi javobgar. Yo'q, bitta holat bo'lardi, bugun ham davom etyapti-da. Afsuski, dorixonalar bilan kelishib, o'sha dorixonaga jo'natadigan mutaxassislar ham 7 yil o'qigan. Yo'q, dorixonalar bilan kelishish elektron retsept orqali bo'lganda uni kelishish imkoniyati yo'q. Mana barcha mutaxassis, barcha ekspertlarimiz aytib o'tdi boshida. Yo'q, bo'layotgan holat demoqchiman. Biz bu ko'rsatuvni tashkil qilayotganimiz targ'ibot, tashviqot maqsadida qilyapmiz. Lekin mutaxassis sifatida o'sha bugun mana shu holatlar davom etyapti-ku, to'g'rimi? Baribir dorixonaga jo'natish, o'zi aytgan dorini sotib olib qimmat bo'lsa-da, yo'q, bu ancha bu holat kamaygan. Chunki elektron retsept tashkil etilganda yo'q, bizi lekin nisbatan kamaygan deb aytdilar. Nisbatan chunki
barcha targ'ibot tashqibot ishlari olib borilganligi sababli xalqni ham tibbiy madaniyati oshdi. Elektron mana aytib o'tganlaridek qog'oz variant, mana yosh kattalarimiz tushunmaydi programmani. Kechirasiz, qonuniy vakili bor har bitta yosh katta fuqaroni. Nizomdan nazorat tutilgan. Endi qarang, yana bir qonuniy holat vakili o'sha programma orqali berishi mumkin. Mana bular aytdilar, mayli fikrimni ayting, bular aytib o'tdilar o'sha qog'oz variantda, yana aytdilarki, o'sha retseptlarni 5 tadan oshuv mumkin emas. Programmani o'zi taqiqlab qo'ygan. Oldin nima bo'lar edi? Demak, 15 ta dori yozilgan bo'lar edi. Uni har bitta gruppadan bitta dori vositasi, masalan, antibiotik oladigan bo'lsak, amoksisilin gruppadan 2-3 xili. Bu mumkin emas. Shuni nazorat bo'lmaganmi? Shuni bo'lgan nazorati. Bo'lgan nazorati. Yetarli darajada emas. Sholi nima ko'rmaysiz bo'lmaydi deganda, mana shu elektron retsept orqali bularning hammasi nazorat olib borilmoqda. Sizga bu savolni berayotganimiz odamlarimiz yaxshiroq tushunsin. Albatta. Mana shu targ'ibot maqsadida qilinyapti-da bu elektron retsept yana bitta qulaylik tomoni nimada? Mana hozir qariyalarimiz yana bir misolini qariyalarni oladigan bo'lsak, kelib nima dori ichasiz, qanaqa dori olgansiz desangiz, ular bilmayman bolam davleniya tushiradigan dori, uni elektron ambulator kartasini ochganingizdan keyin qaysi shifokor, qanaqa dori yozgan, qayerdan olganlar. O'sha dorini izi qoladi, shunday. Dorini izi qoladi. 3 oy oldin olgan doringizni o'zingiz eslay olasiz? Yo'q. Endi qarang, fuqarolarning yana bir bu esa 15 yil saqlanib turadi buni tizimda, dasturda saqlanib qarang, fuqarolarning yana bir murojaati bor deydi, Ilhom aka. Oilaviy poliklinikaga borishgan fuqarolar aynan yoshi kattalar bir holatdan nolishadi. Ya'ni ular umumiy amaliyot shifokorga murojaat qilishganda aytaylik, siz lor shifokorga bormoqchisiz, lekin siz avval umumiy amaliyot shifokorga borishingiz kerak. Ana undan keyin sizning hudud shifokoringiz sizni lorga yoki allergologga yoki kardiologga yo'naltiradi. Mana shu yoshi kattalar noroziligi sabab bo'lyapti. Nima uchun biz vaqtni ketkazishimiz kerak? To'g'ridan-to'g'ri tor doiradagi mutaxassisga murojaat qilsak bo'lmaydimi deyishyapti. Hozir marshrutizatsiya ishlab chiqilgan vazirlik tomonidan, ya'ni har bitta bemori poliklinikaga murojaat qilganda o'zining yo'l xaritasi bor. Har xil kasalliklar bilan murojaat qilganda, misol uchun ekstrenniy holatlar bundan mustasno. Ekstrenniy holat bo'lsa, uni registratsiya qilmasdan birinchi yordam ko'rsatiladi. Isitmalayotgan bo'lsa, isitmasi tushiriladi, boksga o'tkazilib, davleniyasi baland bo'lsa, muolaja xonasiga o'tkazilib, birinchi yordam ko'rsatiladi. Planoviy kasalligi yoki profilaktik ko'rikka kelgan kasalligi ularga marshrutizatsiya ishlab chiqilgan. Ya'ni ular birinchi amaliyotchiga kiradi. Nima uchun? Amaliyotchi hamshira bemori kutib oladi, u bilan tanishadi, uni kerakli bo'lgan tekshiruvlardan o'tkazadi. Davleniyasini o'lchaydi, antropometriya o'tkazadi va hamma tizimga hamma ma'lumotlarni kirgizadi, bemor ma'lumotlarini. Va shifokorga o'sha kelayotgan bemor uni ro'yxatida qaysi bemor qaysi holatda kelayotgani ko'rinib turadi tizimda. Ya'ni o'shanga qarab tashxis qo'yib yuboradi. Lekin men aytaylik, stomatologga bormoqchiman. Mening tashxisim shundoq ham aniq. Meni umumiy amaliyot shifokoriga, ya'ni shu hududimdagi shifokorga kirishim shart emas. To'g'ridan-to'g'ri stomatologga borishim kerak. Lekin shunda ham mening yarim soat vaqtim ketyapti-da. Stomatologda agar tishingiz og'riyotgan bo'lsa, meni holatimda shunday bo'ldi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shunday bo'ldi. Men hatto poliklinika raqamini aytaman. Siz necha yoshdasiz? 40 yoshda. Bizda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 7 xil skrining tekshiruvlarimiz bor. Siz shu paytgacha oilaviy poliklinikaga murojaat qilmadingiz. Profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazilmadingiz. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik skrining tekshiruvdan o'tkazilmagansiz. Sizga bugun tish og'rib qolgani uchun majbursiz o'zingizni hududiy oilaviy poliklinikaga chiqdingiz. Lekin hududiy oilaviy poliklinikaga birinchi bo'lib amaliyotchiga yo'naltiriladi. Sababi 40 yoshda o'ziga yarasha skrining tekshiruvlari bor. Birinchi tekshiruv 40 yoshdan oshganlarni yurak qon tomir tizimi va qandli diabet kasalligini oldini olish. Ikkinchisi 35-55 bachadon bo'yini saratonni oldini olish va shunga yarasha skrining tekshiruvlar, fluorografiya, sil kasalligini oldini olish. Demak, amaliyotchi sizni shu stomatologga kelganingizdan foydalanib, o'zingiz salomatligingizga o'zingizni mas'ulligingizni oshirib va albatta siz salomatligingizni o'ylagan holatda chuqurlashtirib demak bu talab sifatida qo'yiladi. Lekin agar tibbiy ko'rikdan o'tib kelayotgan bo'lsam-chi muntazam, chunki bizning uni ishimiz shuni talab qiladi. Biz har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turamiz. Siz ushbu tekshiruv xulosalaringizni siz amaliyotchi hamshiraga berasiz. Amaliyotchi buni qayd etadi va sizni to'g'ridan-to'g'ri stomatologga yo'naltiradi. Katta rahmat. Nodir aka, xalqaro nimaga bizlar anaqa vaqt ketdi, o'sha jarayonlar ketdi. Mana suhbatda yechimida, yakunida keldida o'sha narsaga, fikrga. Demak, elektron retsept ishlashi uchun, umuman dastur ishlashi uchun bemorni kirishidan boshlab hamma narsa raqamlashtirib chiqilgan bo'lishi kerak edi. O'sha klinik protokol standartlarga muvofiq davolanishlari hammasi raqamlashtirilgan holatda bo'lishi kerak. Nodir aka, mana shu elektron retseptning kelajagi haqida
kimda fikr bo'lsa marhamat, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Marhamat, kimda fikr bor? ya'ni yoki reja qanday mana uni takomillashtirish bo'yicha elektron retsept bo'yicha bizning rejalarimiz va amalga oshirilayotgan ishlarimiz dori vositasini ishlab chiqaruvchidan tortib iste'moligacha bo'lgan jarayonlarimizni to'liq raqamlashtirib, tegishli vazirlik idoralar bilan ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni ertaga bitta bemor kasal bo'lib qaysidir doridan nimadir ta'sir ko'rsatdi yo boshqa degan savollar qolmasligi uchun o'sha dorini kim ishlab chiqdi, qachon ishlab chiqdi, uni tarkibi nimadan iborat, uni qaysi kimlar jarayonlarda qatnashdi, farmatsevt bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, tibbiyot xodimi bo'ladimi, hammasini raqamli izini qoldirish inson salomatligi va xavfsizligiga oid va zarur bo'lgan ma'lumotlardan. Sizda fikr bormi yo'qmi? Marhamat. Taklif bor edi, agar ijozat bersanglar, boyagi savol masalasida ketgan holatda aynan o'sha belgilanayotgan, tashxis qo'yilayotgan holatdagi vrachni yoki o'sha dori darmonni yozayotgan, retseptni tayyorlayotgan holatlardagi shaxslarni mas'uliyatini oshirish kerak, javobgarligini kuchaytirish kerak va bu qaysidir o'sha ichki nizomda yoki amaldagi qonunchiliklarimizda albatta bu o'zini ifodasini topish kerak. Sababi aynan o'sha ayrim holatlarda noto'g'ri tashxis qo'yish orqasida, noto'g'ri davolanish orqasida o'lim holatlari yuz kelishi yo boshqa holatlar bo'lganligi uchun ham aynan bu narsani ochirish kerak. Mana juda to'g'ri ekspertimiz ta'kidlab o'tdi. 4-5 yil oldin vazirlik umuman tizimida shunday voqea, noxush voqea, dorini nojo'ya ta'siri bo'lgan Samarqand viloyatida. Endi o'zini davolamoqchi bo'lgan. Demak, buni biz vazirlik kimdir o'sha demak xatni nojo'ya ta'siri bo'yicha demak ogohlantirish xati berayotgan xatni internetga chiqarib yuborgandan keyin muhokamaga sabab bo'lib, bu narsa oshkor bo'ldi. Hozir dasturda bu hammasi onlayn ko'rib turiladi va aytganimdek vaziyatlar markazlari, raqamli markazlar orqali demak bu narsa nazorat qilinadi. Katta rahmat. Ijodiy jamoamiz nomidan ko'rsatuvda ishtirok etganlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. O'zi hammamizning maqsadimiz bir. Ko'rsatuvgacha ham shu haqida gaplashdik. Elektron retsept bu o'sha bizni og'irimizni yengil qiladi, mushkulimizni oson qiladi, dorilarni o'sha sifatli dorilardan foydalanish imkoniyatini beradi. Qo'shimcha dorilar olmaymiz, to'g'rimi? Shifokorlar qo'shimcha dori yozish imkoniyati cheklandi. Bu hammasi o'sha xalqimiz uchun qilinayotgan, xalqimizni og'irni yengil qilish uchun qilinayotgan bir sa'y-harakatlar ekanligini aytib o'tishimiz o'rinli. Xulosa qilib aytganda, elektron retsept tizimi bu faqat zamonaviylashtirish emas, balki aholi hayotini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu tizim orqali tibbiyot sohasida shaffoflik, nazorat va albatta samaradorlikka erishiladi. Qadrli yurtdoshlar, munosabat ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.